Voy, maza uxladim borib. Obunachilar. Salom do'stlar, sizlar bilan Shohidar akam bilan Rematch Bobo do'stlar. Bugun size ma'lum bir sabablarga ko'ra mana bunaqa qashshoq bo'lib qoldi. Pulimiz kamayib ketib qoldi, nimaydi. Ovqatimiz bor ekan, ovqatimiz ham tugab qoldi. Boydan xabar oling, mumkin bo'ldi. Boydan xabar olingchi, ishim ham yo'q, hozir bor. Boy aka. Boy aka. Ish yo'qmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ish yo'q, lekin ish bor. Aha. Qanaqa ish? Navbatdagi otlarni tegan tozalab kelgan. Bo'ldi, Yer emas. Aha. Nech puldan? 5 ta olmasdan. Sal ko'paytiring, qo'shing. Yana qo'shing. 7 ta qilaydi mashina. 7 ta. Rahmat. Endi mana shu otxonani tozalar ekanmiz endi. Qo'ylar bormi? Madalloh qotdilar. Toza ekan. Ashlan to'g'rilab yuboraylik. Voy. Ishboqganmi anaqasi? Osammi? Ha, tozalayapman. Hammasi $1,500 bo'lyapti. Ha? Tega 1,5. Aha. O'zi $15,000 turadi. Ben tepasiga menga tegishli ekan yozish kerak. O'zi tozalayapman mana. Qani yo bitta tekshirib ko'raylik. Ayollar qiladi. Toppa toza. Qaytoq. Nima bu? Boyga nima? Men yerni tozalamadimmi? Mana tegini ham tozalayapman. Ya boshqa tegadi. Ya, bo'lmaydi, okey. Bo'lsa 6 ta beraman. Ey! Uzr, qo'lim tegib ketdi, qo'lim tegib 5 ta beraman. Bo'ldi. Şey böyle. Kutina bundan qanaqa Bo'ldi. Boy aka. Vot. Nima siz shu bering pulni. Mana bo'ldi. Kammi bu yoqda? Urganinchi bittasi. To'xtang, kammi yo'q. Kutina qo'yganinchi. Kammi bu yoqda? Mayli. Ya o'zim tez chiqsam. Ya, mayli, hazlash, okey. Hozir uxlab olsam yetib ketaman, mana shu pulimni olaman. Chunki madallarni to'g'rilab borib Bu iş ochilgan yo'lda. Adashamiz. Voy. yo'qsidan shunaqa mudraydimi? Ya kim yechsin? Eng qiziq bo'ldi, kiyimni qatga yo'q qoldi. Bo'ldi, buni siytimizda sirasi qochib ketamiz. Bo'ldi, bugun butun yetadi. Bugun pulimizdan yetadi endi. Endi so'pa. Shuncha narsamizni ko'rsak, kayf qilaman deb bo'ldi. Bo'ldi. Maza uxladim. Voy, creeper. Qoch. Voy, meni pullar qayerga ketdi, voy? Qoch, meni orqam. Boy aka, qarang, meni orqamdan creeper quyilyapti. Qarang, uyga. Aha. Kechasi uyim kirmadingmi, modo? Yo'q. Meni pullarni qayerga ketdi? Bilmadim, Aniqmi? To'xta, ko'zimga qarachi. Mana, aniq. To'xta. Ana o'shani o'rniga 4 tagina go'sht olganman. Qaytarib bermaysizmi? Soruncha. Aha, Ahmad. Kamera qo'yib qo'ying, hamma. Ha,
kameraga to'xta ne? Hozir ishingiz yo'qmi, voy? Nima qilgansiz? Beramizmi? Voy. Basharak bunaqa qilib qo'yishyapti. Nima ish kerak senga? Haqqi bergan ish. Bor bitta ish. Nima? Bir mashq to'g'irlab qo'yishing kerak. Oq blokingiz bormi? Shu yo'da. Necha pul berasiz? Topga 3 til. 17 ta turar ekan bitta izmurud bilan. Unutim yo'q. Nimangiz bor unda? Olmasim bor. 3 ta hozir biz zaklat. Aha, o'ziga olib kelaymi buni? Ha, senga bor. Tez aniq de. Bo'ldi. Tez bor. Eshikni katta qilib, yer yopadi. Bo'ldi, hozir yopib qo'yaman. O'z zaklatidan tashqari necha pul berasiz? 15 ming. Davay. Do'stlar, biz shu qilganga hozir eskisidan olib beramiz. O'zimda eskisi bor deydi, shuni olib beraman. Bo'ldi. Voy aka, Ha, mana olib keldim. ana. Mana. Mana to'g'rilab qo'ydim. Ha, sifatlimi? Dahshat aka. Voy, mamta ham to'g'rilab olish kerak emas. Ha, bu to'g'ri. Katta olmang. Shundan naryoqda magazin bor ekan, o'sha yerdan sotib oldim. Ha, bo'ldi. O, rahmat. Do'stlar, boy ekan, chopponmiz. Chaqirdingmi? Ayoy, boy aka, uxluring. Astag'firullah. Echingni olish sho'tgacha ishlabdi borib. Aynan jarri stadionda aylanib kelaychi. Qanaqa gaplab o'tgan ekan, o'qorni. Ya chiroyli qurilganda bormas jarsida. Voy. Hozir ko'p to'tib qolmasa. Ana qaraylar. Voy. Tribunalar ustidan yugurib o'tmasligini aytmaganda hammasi yaxshi. İşte chaqiruvchilik bo'lib turamiz. Mana penaltini anaqasi qani sizga. Mayli, to'g'ri kvadrat sizmagan ekan. Mana chiqishlardan aylanib yuriychi. Hisoblar ne to'qinib bor. Sog'liqdan yo'q tutuvchi bir hozirni gadoydan sog'liq olishim kerak. 20 ta maktab ekan sog'liqni chekka oldim. Juda boy yaqin meni oldimga bekinishim kerak. Chitilla qayerga ketdi? Tamam, desmasam. Sog'liqni olishim kerak. Adashmasam. Do'stlar, qo'l pasimiz. Chiqadi odam yo'qmi? Balki mashinalar olishibdilar qurishdi. Tepaga chiqqancha balki tepada odam bor. Mana jot yaxshi bu. Ayo, bu tashqari. Ya, turib. Bari qishloqqa olib boraychi. Kepalaga qolib qolishdi. Bo'ldi. Ishonch kimga ishonch? Ketdi boyga. Qanaqa joy? O'jitlar boshingga. Do'p yo'qsan. Ketganda kiyim. Voy, boy chopotdi o'zi hammani. Mayli. Ham qaraydi FIFA. Ana o'sha yerga borib ko'raylik, o'zi qanaqa joyga. Qani boyga asab turuldi.
Hop. Sizga turaylikchi. Atroflar. Oddiygina joy ekan. Mayli, endi uyimga borib dam olaman. Uyimga ham kirib oldim. Bo'ldi, turdik. Bo'ldi, davay. Endi boy uyga borsak ham bo'ladi. Mayli, endi menga qaramaymiz, o'tga turamiz. Gap harakat kiyimga Sandiqlarni tepasiga qoch. Oyog'im qoqilib ketdi boru. Bu safar endi hammasini chopib olamiz. Bo'ldi, endi boyga qolmadi. Uyimga boraman, hamma pulimni olib, boshqa uyimga ko'chib ketaman. Halarim bor, buni olaman-da. Boy kelsa, ta'zimni berib qo'yaman. Bo'ldi, yetib keldi. Voy, pullarim qani? Boy baqirgan shu kecha ishda. Halakat. Butun qishdan istamadi ekan. Gadoy uyi ko'pchilik joyga. Mana divan yoqmas. Hozirchalik bekdagi bekatda Sandiq. Voy, iflos. Butum, o'yinni sezildi. Gapirganlar shu kecha ishda. Mana Kirib kirdi. Bo'ldi, tumachiga bekim olamiz.